Bugun sizlarga R'ni postanovka qilishni sekretniy usullarimdan bittasini o'rgataman. Bugun Farangiz bizga patsient rolida. Tovush postanovka qilishdan oldin har doim artikulatsiya mashqlari va nafas mashqlarini bajarib olishimiz kerak. R'ni postanovka qilayotganimizda kulgi holatida yumshoqdan etib shu mashq qilishimiz juda ham muhim. R'ni postanovkasini biz otcha va qo'sqorincha mashqi orqali bajaramiz. Otcha mashqini bajaramiz. Otchamiz tanglayimizda to'xtab qoladi. Qo'sqorin mashqi. Tilimizni tanglayga yopishtirib, D bilan Z ni baravariga chiqaramiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuborib qo'ying.